Oh, nimani ovozi? Oh, qonim ochdi shekilli. Qani hozir narsalarni olsak, yo'q, bu yerda ham yo'q. Mayli sandig'imni olsam, yo'q, bu yerdan ham yo'q. Ha, mayli, men yeb qo'ygan ekanman. Hammaga salom, men sizlar bilan Gumball mening videomga xush kelibsizlar. Mening rosa ham qonim ochib ketdi. Hanimda hech narsam yo'q. Men kompyuter o'ynab, shunaqa och qolib qoldim. Endi polislarimni qilib kessam, xullas olsam, keyin qornimni to'yg'izib yuboraman. Rosa ham qornim ochdi. Yo'q, nima bu qiziqarli narsaga o'xshayapti. Obunachilar, buni qaranglar, men sizlarga hozir tepadan ko'rsataman. Ko'rsatildim. Qanday borish kerak, nimaligini ko'rish kerak. Vau, qornim ochib ketdi. Tortli uymi? Voh, burger, hozir men buni yeb olaman. Salom, nima bo'lyapti bu yerda? Salom, Gumball. Bu yerda konkurs uchun yeguliklik ovqat qurishyapti. Huzur-ku. Gamburger, bu ham uymi? Ha, bu ham uy. Qishloqi. Hozir jijja qoldim. Men shokoladli kremni sursam. Shokoladli krem deydimi, men janob mer? Ha, agar biz bu konkursda yutsak, zo'r bo'ladi. Faqat bu yerda bitta odamni olib ketishimiz kerak. Bu yerda bitta zo'r qurgan odamni olib ketamiz. Janob mer zo'r-ku. Yo'q. Janob mer, men yesam bo'ladimi? Nima deyapsan? Yerdasa ham qonim ochdi. Menda uyimda hech narsa qolmadi-da. Buni mer. Men nima qilay? Buni yeb bo'lmaydi. Nimaga yeb bo'lmaydi? Ha. Yo'q, meni janob mer ustimdan kulmang. Qishloqi. Salom, Gumball. Mana eshitdingmi, qonim ochdi. Eshitdim, zo'r bo'ladi hammasi. Sen polisingda narsa ye. Yaxshi fikr. Hozir men polisimdan kartoshka va sabzini olib borsam, yeb olaman. Obunachilar, lekin buni yegim kelyapti. Tort. Mayli, qonim rosa ham ochib ketdi. Men tort yegim kelyapti, shirinlik yegim kelyapti. Hozir men orqasidan olib yeb olaman. Sezmaydi. Qani yeymiz. Mazali. Obunachilar. Voy. Gumball, nima qilyapsan bu yerda? Men hech narsa qilmadim. Ko'rib turibman, sen yeb olding. Men konkursda yutishim kerak. Sen yutasan. Men bilaman, u meni tanlaydi ber. Lekin juda mazali ekan. Mayli, menda unaqa bloklardan ko'p. Unda yaxshi. Men yana yesam bo'ladimi? Yo'q, yemaysan. Yo'q. Men uyning ichini ko'rsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Yur, men senga ko'rsataman. Mana hozir men ko'raman uyning ichini qani. Krem. Bu shokoladli kremdan qilibdi. Ko'rdingmi? Buni kiyib ol. Mayli, uzr, men hozir kiyib olsam. Tezchi, hozir bu erib ketadi agar shokoladli tort. Yo, bitta yeb olay. Yo'q, yemaman senga. Mayli, unda men chiqaman. Burger yeyman. Menga burger yoqadi. Salom, qishloqi, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Mayli. Xullas, kimni tanlay olamiz? Qaysi biriga zo'r? Meni olib boringlar, men shu konkursga qatnashaman. Yo'q, faqat ekalay. Mayli, seni ham olib boramiz. Faqat yeb berasan narsa. Sen ikkalamiz boramiz. Ikkalanglar borasizlar. Ikkalashib boradi. Men ham boray. Boraman. Borasan dedim-ku, borasan sen, Gumball. Mayli, men ketdim, lekin buni yegim kelganda, mayli, men kartoshkam bilan sabzimni yeb o'tiraman endi. Buni yegim kelyapti. Mayli, buni yemaymiz, buni unutamiz. Men kartoshkam bilan sabzimni yeb olaman. Mana yeb oldim. Endi men yaxshisi o'zimga tort bilan burger olaman, o'zimni pulimga. Men rosa ham yegim kelyapti. Burger bilan tort. Qani, men ketdim. Yevoraymikin? Yo'q. Buni xayoldan chiqaramiz. Mana men obunachilar kelyapman. Mana
Men tort bilan o'zimga bitta go'sht oldim. 6 ta go'sht oldim. Qaranglar, buni hidini rosa zo'r chiqyapti. Qani men o'zimni pulimga ham kirka oldim. Mayli, bu kirka menga kerak bo'ladi. Qani hozir men tortni yeb olsam zo'r bo'ladi. Qani yo'q, nima bu obunachilar, nima bu? Men zaharlandim. Qani men hozir suv kerak menga, zaharlanib qoldim. Qo'y, quduqda suv bor, ana. Qani men ketdim, suv ichib olaman. Qani maza qildim. Men zaharlanib qoldim. Magazinchiniga menga shunaqasidan skidka qilganini bildim. Men olib tashlayman buni, menga yoqmadi. Men hozir go'shtimni yeb olaman. Yo'q, buni ham shunaqa, buni ham yeb olmayman. Men yo'q, bu ham aynigan. Qani buni bu yerga sovuramiz. Mayli, men unda yo'q, buni yemayman. Men yemayman buni. Men nima buni yo'q, mazali men yeb olaman buni, men tez yeb olishim kerak, menga bu yo'q. Qani unda buni yeb olamiz. Mazaligini qaranglar, shunaqa shirin tort. Men uyg'im kelyapti, qonim to'ydi. Kapot, tur yapasan senga tur. Nima bo'lyapti? Voy, nima bo'lyapti? Kapot, sen nima qilib qo'yding? Meni tortib yeb tashlading. Kapot, sen nimalar qilib tashlading? Yo'q, men sizlarga mana olib qo'ydim. Bizga nimaga kerak? Biz oxir konkursga qatnashmoqchi edik, Kapot. Yo'q, nima bo'lib ketdim, ishib ketibman. Endi men qana yuraman. Kapot, sen nima qilib qo'yding? Sen hamma endi biz konkursga qatnasha olmaymiz. Endi men nima qilaman? Bunachilar menga yordam kerak. Men hammasini yeb qo'yibman. Kapot, sen mana burgerimni yeb qo'yding-ku. Nima? Burgerimni yeb qo'yibman. Chiqolmayapman. Voy. Sig'mayapman obunachilar. Men shunaqa ham semirib ketdimmi? Obunachilar, men semirib ketibman. Men endi nima qilaman? Burgerini yeb qo'yibman. Kapot, sen nima qilib qo'yding? Endi bizga konkursga chiqolmaymiz. Qishlog'imiz yutmaydi. Endi hech qachon qishlog'imiz yutmaydi. Nima qilib qo'ydim? Obunachilar, endi men nima qilib qo'ydim? Nima qilding? Endi hech narsa, men ketdim. Men hech narsa qilolmaysan. Men tushib ketdim loyga. Qana chiqaman. Men yig'lagim kelib ketyapti. Kapot, endi biz chiqolmaymiz konkursga. Sen hammasini yeb qo'yding. Obunachilar, men yeb qo'yibman. Men ketdim. Men Kapotdan xafaman. Yo'q, xafa bo'lmanglar. Men sizlardan uzr so'rayman. Uzring hech narsa bo'lmaydi. Kapot. Ketaverishdi. Obunachilar, men endi nima qilaman? Hammasini yeb qo'yibman. Qishloqlar, meni tashlab ketmanglar. Men nima qilib qo'ydim? Charchab qoldim. Qishloq, men yura olmayman boshqasiga ham. Mayli, men qaytaman. Men hammasini yeb qo'ydim. Endi men buni qanday to'g'rilayman? Men hammasini yeb qo'ydim. Buni yeb qo'ydim. Bu uylarni yeb qo'ydim. Men endi to'g'rilayman. Men uzr so'rayman qishloqlardan. Qani, unda men bu narsalarni qurishni boshlayman. Menda kirkam bor. Hamma narsani qila olaman. Yangi kirkam. Buni ko'ramiz. Kapot dedim, hamma narsa shunaqa bo'ldi. Nima bu? Kapot, men seni yomon ko'raman. Nima bu? Shunday konkurs o'tib ketdi. Yaxshi, Kapot deb nima bu? Mana buni qo'yib olamiz, buni qo'yamiz. Ana, Kapot. uzr so'ray. Hozir men tushib olaman. Kapot, sen nima qurding? Sen shunaqa uy qurdingmi? Men uy qurdim. Ham bunaqa tort ham. Men sizlardan uzr so'rayman. Senga bu qishloqlardagilar ham zo'r chiqibdi, Kapot. Biznikilar ham zo'r chiqibdi. Rahmat. Men endi hammasini to'g'rilayman, uzr so'rayman. Rahmat, Kapot. Men seni mayli kechiramiz.
Rahmat. Qishloqlar, men sizlarga yoqganidan xursandman. Uyim. Endi biz konkursdan birinchi o'rinni olamiz. Qani endi zo'r bo'ladi. Qani endi hozir sport qilishim kerak. Rahmat Kompot. Hozir men sizlarga buni qanday tayyorlaganimni aytaman. Buni qaranglar, bu uy qurdim, bu kartoshka free, bu tosh emas bu. Bu pechenya bu yerda. Ha, zo'r qilibsan-ku. Ha, men zo'r qildim. Qaranglar, bu men semirib ketdim. Men buni to'g'rilashim kerak. Kompot, rahmat. Sen endi oz. Ha, men endi sport bilan shug'ullanaman. Qani, 1 2 hammaga xayr. Men sizlar bilan bugun Kompot bo'ldim. Men charchab ketdim. Videoni shu joyda to'xtatamiz degan umiddaman. Sizlar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Men har kuni video chiqarishni davom ettiraman. Obunachilar hammaga xayr.